Milliy gvardiya Qashqadaryo viloyati bo'yicha boshqarmasi tashabbusi bilan Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi hamkorligida, shuningdek, hamkor huquqni muhofaza qiluvchi organlar, harbiy xizmatchilar va xodimlari ishtirokida yangi zamon dunyoqarashini shakllantirishda milliy gvardiyachilarning menejmentlik mahorati mavzusida seminar-trening bo'lib o'tdi. Mazkur uchrashuvni xalqaro toifadagi spiker, falsafa fanlari doktori, professor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiyi Jamila Shermuhammedova olib bordi. Trening davomida ishtirokchilarga zamonaviy menejment asoslari, liderlik salohiyatini rivojlantirish, jamoada samarali muloqot o'rnatish, tanqidiy va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish bo'yicha amaliy tavsiyalar berildi. Tadbir doirasida harbiy xizmatchilarning kasbiy mahoratini oshirish, xizmat faoliyatiga mas'uliyatli yondashuvni kuchaytirish, shuningdek, jamoada sog'lom ma'naviy ruhiy muhitni shakllantirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Mana bugun 3-kun davom etayotgan seminar-trening Qashqadaryo viloyat Milliy gvardiya xodimlari, rahbarlari, xotin-qizlar rahbarlari bilan birga o'tkazilgan maqsad nima? Milliy gvardiya xodimining qobiliyati, professionalligi, ilm darajasi, bugungi dunyo miqyosidagi bo'layotgan voqelikka beparvo qaramasdan parvolik bilan qarashi va hamda eng muhim hisoblangan tinchlik, xotirjamlik yo'lida har bir rahbar xodimning kreativligi, motivatsion, nutq madaniyatiga ega bo'lishi, muomala madaniyatiga ega bo'lish bilan bir qatorda rahbarlik, menejmentlik qobiliyati ham bugungi yangi zamon O'zbekistonning xarakteriga, yo'nalishiga, talab va taklifiga javob berish kerak ekanligi nuqtai nazarini hisobga olgan holda juda katta seminar-trening o'tkazdik. Ma'naviy ma'rifiy tadbirlar mantiqiy davomi sifatida harbiy xizmatchilar uchun Qatag'on qurbonlari xotirasi muzeyiga ekskursiya tashkil etildi. Ishtirokchilar yurtimiz tarixining murakkab va fojiali sahifalari, Qatag'on yillarida jabrlangan vatandoshlarimizning hayoti va jasorati bilan yaqindan tanishib, tarixiy xotira, vatanparvarlik va fidoyilik tuyg'ularini yanada chuqur anglab yetdilar. Shuningdek, harbiy xizmatchilar uchun Shahrisabz shahriga sayohat uyushtirildi. Tadbirlar yakunida harbiy xizmatchilar ularning oila a'zolari ishtirokida yangi O'zbekiston, yangi oila tafakkuri mavzusida seminar-trening ham tashkil etildi. Unda mustahkam oila qadriyatlari, oilada ma'naviy muhitni mustahkamlash, farzandlar tarbiyasida ota-onaning mas'uliyati hamda zamonaviy jamiyatda oilaning o'rni va ahamiyati yuzasidan atroflicha fikr almashildi. Mazkur tadbirlar Milliy gvardiya xodimlarining nafaqat kasbiy salohiyatini oshirish, balki ularning ma'naviy ruhiy barkamolligini ta'minlashga xizmat qiladi.